ham shunaqa atmosferada baliq tutadigan, ham maza qilib ovqatlanadigan ekzotik ko'lga keldik. Bu joygacha shahardan taxminan 1 soatcha yurasizlar. Ya'ni Bochkan yo'lida joylashgan. Bu yoqni tabiat alohida mavzu, ob-havosi alohida mavzu ekan. Ko'l atrofida daraxt va o'simliklar juda ko'p. Yetmaganiga oqar suv ham bor ekan. Nice. Qiziquvchilarga baliq tutishga hamma sharoit bor. O'tirishga shunaqa tapchanlarni arendaga olsanglar bo'ladi. Soatda atiga 20 ming so'm ekan. Agar baliqxo'rlik qilmoqchi bo'lsanglar, tirik baliqni ko'zinglarni oldida tozalab, xohlasanglar qarsildoq qilib, xohlasanglar sousga dimlab pishirib berishar ekan. Achichuv bilan buxonkaga alohida besh bor. Bunaqa tabiatda suv bo'yida maza qilib yaqinlar bilan baliq yeb o'tirishga nima etsin o'rtoqlar? Videoni tezda birga kelmoqchi bo'lgan yaqininglarga yuborib qo'yinglar. Baliqning mazasiga prosta gap bo'lishi mumkin emas. Tuz namaklari ham joyida, ich-ichigacha o'tgan. Umuman ortiqcha hidni his qilmaysizlar. Balig'i 1 kilosi 100 ming so'm ekan. Agar xom holatda olaman desanglar 75 ming so'm ekan. Undan tashqari xohlagan masalliqlarni olib kelib, ovqat pishirishga ham, shashlik pishirishga ham sharoit bor. Ekzotik ko'lli ish vaqti ertalab 8 dan kechki 10 gacha ekan. Bemalol yaqinlarni olib kelib, maza qilib dam olib ketaverasizlar. Agar siz sayohat qilishga qiziqsangiz, Sayohatlandiya profiliga obuna bo'lib qo'ying. Aytgancha bu ko'llar lokatsiyasi Telegram kanal